Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xo'p, navbatdagi zakazlarimizni Sirdaryo viloyatiga tayyorlab beryapmiz. Apalapkalar 76lik, 50lik 4 komplet zakaz berishdi va ikkita mishalka 20 komplet lisa zakaz berishdi. Lisalarni mana xudo xolasa hozir kraskalayapmiz. To'liq videosini yapda joylaymiz. Kimga shunaqangi apalapka, mishalka, lisalar, bundan tashqari bizda karetalar, aravalar bor, 2 g'ildiroqli, 1 g'ildiroqli, skuter balon. Ularni hozir qo'ygan do'konimizda edi. Uni qo'ygan hozir sharoit bo'lmayapti bu yerda. Bu ish ustaxonamiz. Kimga shunaqangi lisa, apalapka, mishalkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqam qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Zakazga qarab, xudo xolasa qo'ldan kelgancha hamma narsani tayyorlab beramiz. Bizda ratan stol, temir stol, barcha turdagi stollar ham bor. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod qishlog'i. Instagramda stol olami degan kanalimiz bor, yurgizamiz. YouTube kanalimiz ham xuddi shunaqa. Stol olami. Like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa bundan buyog'iga chiroyli qilib bitirib turgan ishlarimizni sizlarga obzorini qilib beramiz. Buni motoriga keladigan bo'lsak, yangi Xitoy motor, mis motor. Bu mishalkamizning narxi 3.850.000 so'm. Alyumin motor bo'ladigan bo'lsa 100.000 so'm arzon chiqadi. Kimga kerak bo'lsa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana ustalarimiz ham abetdan kelishibdi. Abetga chiqib ketgandim men. Qisqacha video qilib turdim. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.